bu Bepre kompaniyasiga ishga kirgan har bir hamkorning kabinetida mana shunday marketing bo'ladi. Marketingda ya'ni har bir sotib olgan, biznes joy sotib olgan odamning o'zining mana bu siz degan joyda login paroli va rasmi ko'rinish beradi. Va siz odam chaqira boshlaysiz. Birinchi odamingiz mana birinchi, ikkinchi yelkalari deyiladi. 3, 4, 5, 6lar esa qo'llar deyiladi. Yana birinchiga odam qo'ydingiz, bitta partnyor keldi va birinchiga qo'ydingiz, o'sha mana rasm va logini bilan birinchi yachikada ko'rinish beradi. Va sizning partnyoringiz chaqira boshlayapti odam. Yana u ham chaqira boshlaydi. Yana u o'zining yelkasiga, ya'ni birga o'sha yerga odam qo'ydi. Rasmi va login paroli o'sha yerda ko'rinish beradi. Buning puli esa qarang sizga, ya'ni 3 yachikangizga tushadi. Siz daromad qilyapsiz, ya'ni chaqirgan odamingizning evaziga. Keyin u partnyoringiz 3, 4-chi odamlarni chaqirdi, u o'zi daromad qildi. Ana endi yelka ikkinchi turibdimi? Ikkinchi yelkasiga odam qo'yadi. Ikkinchi yelkasida ham o'sha chaqirgan odamning rasmi va logini ko'rinish beradi. Va bu ham sizning mana bu 5-chi yachikangizga ko'rinish beradi va rasm va logini bilan. Bu ham sizga daromad keltiradi. Ya'ni siz 3, 5-chi yachikalardan daromad qildingiz, $300. Siz o'zingiz yelkangizga bitta odam qo'yganligingiz uchun, uning uddaburonligi uchun siz daromadga chiqdingiz, ya'ni $300. Ani endi sizning 4-chi va 6-chi yachikalaringizga ham odam kerak. Siz odam chaqira boshlaysiz. 4-chi yachikaga odam qo'yganingizdan keyin bu yerda ham o'sha partnyoringizning rasmi va logini ko'rinish beradi. Qarang, siz yana $150 daromad qildingiz. Jami $450 daromad qildingiz. Sizning bu daromadingiz o'zingizning balansingizda tepada ko'rinadi va siz uni xohlagan vaqt o'z plastik kartangizga yechib olishingiz mumkin. Ana endi qarang, 6-chi yachikaga ham odam kerak. 6-chi yachikaga odam kiritganingizdan keyin siz reinvest, ya'ni 6-chi yachikangizni to'ldirganligingiz hisobiga sizga qayta $150 programma kompaniya tomonidan ochiladi. Bu qayta cheksiz ochilaveradi. Siz har birida $450 dan daromad qila boshlaysiz.